Assalomu alaykum kanalimizga obunachilar, hurmatli ixonlar. Bugun homiladorimizga qizartiradigan kistoy shunaqa dorilarni apparatda sepib sinovdan o'tkazamiz. Bugun 3-chi sepishimizni boshladik. 2 marta sepilgan shunaqa keldi. 9 kunda 3 marta sepiladi. Shu xohlasangiz ruchdan, xohlasangiz dori apparatda shu qizartirib beradi. Mana qimmat vaqtda tezroq sotib qolish uchun. Asosan shu yetilgan pomidor sepish kerak buni. Shuni mashina qilib tez yetiltiradi, pishiradi. Rang oldiradi bunaqa. Samarasi zo'r beryapti lekin. Mana shunaqa qilib tez sotib olganmiz mana shu yarisilarni. Mana tepaga qarab. Mana shularga sepilgan. Mana shularga sepilgan. 2 marta sepilgan bularga. Samarasi zo'r bo'lyapti. Kistoy qizartirgan. 1, 2, 3, 4. Mana bu qotib qolgan qishda. Mana bu yerda serilgan bitta yarisi. Hammasi shunaqa. Tekkanlari, yetilganlari hammasi sepilgan. Hammasi rang olgan. Bu shunaqaki ko'k bo'ladi. Oq pushti rangga kiradi-ku, oq parga bo'ladi. Qizarishdan bu. O'shalari sepilgan. Keyin qizarishga o'tgan, sariq rangga. Keyin to'q qizil rangga o'tadi 3-chi sepishda. 2-chi sepishda. Mana shu xatoga 3-chisini sepib kelyapmiz. Qizartirgan dorini mana sepilgan. Mana samarasi. Shu yetilganlarni sepib kelyapmiz mana shu. Mana shu qizartirgan dorimizning asosiy qismi bo'ladi mana shu qizil dori. Shu asli qizartiradi pomidorni. Mana bu esa superka sezgrovniki kaliy. Shu kaliy bilan ikkalasi tandem o'sha birikkan holatda yaxshi natija beradi. Asosiy mana buni tashkil qiladi. Buni tarkibida nima borligi shaxsan menga ma'lum emas, lekin juda samarali. 3 marta sepiladi. 9 kunda 3 marta o'shani qip-qizil kistoy teriladi. Yana boshlaganmiz terishni, sepishni. Mana bugun birinchi marta sepilgan. Mana kistoy qizargan. Iloji boricha yetilganini sepsa, tezroq pishadi. Qip-qizil bo'ladi bu, sariq holatda qolib ketmaydi. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Yana bir narsani unutibman. Buni miqdori mana shu 10 litrga 70 grammdan yoki 50 grammdan minimalni 50 yoki 70. Mana superkadan 20 gramm qo'shiladi 10 litrga. Xohlasa apparat bilan, xohlasa ruchnoy. Changyutgich dori bilan shunday 2 marta, 2 marta teksa bo'ladi bir martaga. Yaxshi purkilsa bo'ldi. Yoki apparat bilan qo'llasa bo'ladi. Samarasi zo'r. Kimga mana shunaqa kistoy qizartiradigan dorilarimiz kerak bo'lsa, yaxshi natijaga erishmoqchi bo'lsa, qimmat vaqt sotmoqchi bo'lsa, qizartirib tezroq shu o'zing murojaat qilaverasizlar. Men topib beraman shu dorilarni. Endi bu chetdan keladi bu dori. Shuni hisobiga O'zbekiston topib bo'lmaydi buni. Chetdan shu tanishlarimiz bor, olib keltirib beradigan. Natija zo'r bo'lyapti. Kistoy qizartiryapti hammasini.